Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun Agrobank Urgut filialida navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvi. Men Agrobank Urgut filialida boshqaruvchi o'rinbosari Ilyos boshlig'i o'qitaman. Hozir bunda vaqtincha vazifasi bajaruvchi hisoblanaman. Shuning uchun mana navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvida tashkillashtirdik tuman hokimligida. Bizda asosiy tadbirkorlar bilan uchrashuv maqsadimiz tadbirkorlar bugungi kunda qiynab kelayotgan masalalari, savollari, umuman tadbirkorlik yo'nalishida nima to'sqinlik qilayotgan bo'lsa yoki moliyalashtirish manbalari, pul mablag'lari yoki kredit masalalari bo'yicha muammoga duch kelayotgan bo'lsalar, aynan shu masalalar bo'yicha tadbirkorlar har hafta oyida 3 marta, har hafta 1 marta tadbirkorlar uchrashuv o'tkazamiz. Uchrashuvni boshlashimizdan oldin bitta yangiliklarni aytib o'tishimiz kerak. Aynan